Ushbu videomdan keyin meni birovlar noto'g'ri tushunishi mumkin, birovlar to'g'ri tushunishi mumkin. Assalomu alaykum obunachilar, yo'ldagilar bo'lasin. Xolta haqqında aytacak edim. Xolta gerek bo'ladigan bo'lsa, ina gipsdan chiqqan, sementdan chiqqan xoltalar bor. Men Qozog'istonda gipsa blok chiqarib vaqti bu xoltalarni ikkita dedilar. Chunki bizlar rayonda Atov tarafda mol boqadan odam bo'lgandan keyin buni yemi tiyini yaqadilar. Gaz yo'q-ku, yemi tiyini odun hisobında yakadadılar. Zor yanadı. Qarang, eğer gerek bo'ladigan olsa gelip ektishingiz mumkin. Bu 153 dan ko'p chiqadi bu. Eğer gerek bo'ladigan olsa bir so'm pulingiz kerakmaydi. Qarang, shu Drujbani o'zida bo'ladigan bo'lsangiz, ibira 53 chog'irtiraman, o'zingiz gelasidan bas yuklaysiz. 53 ishi Drujban nir olsa, dastavkasına yaxshi o'zim pul beraman, barın. Şu parayı apart veremem. Pisliyorsun pul ver dese ben şu pulu veremem. Siz bunu gelip yüklep bas verseniz işte öğret sana. Kolta lakin acayip koltalar. Zakun yanadı. Yeten kıştan gerek oladı. Apart taşak koysanız ne dedi? Mol bakada Allah olsa. Apart taşak koysa yeten yemi tiyine yakasmın cadıdat. Acayip neyse. Xudo qalasa shu yerda bo'laman, Drujbada adres. Ko'pchilik biladi-ku adresni. Bilinglar, Drujbaning Banisa yo'li, Center ustida, Centerda. Havolashaverasiz, kimga kerak bo'lsa, olib ketaveradilar. Ajoyib ko'p narsa bor ekan. Men shuna dastavkasini o'zim yordam beraman, Xudo qalasa. Bo'ladi, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda görüşünce.